sizlarni organik va tabiiy mahsulotlar bilan tanishtirib chiqaman. Bu mahsulotlarni 5 yillik tajribaga ega, meditsina sohasini bitirgan kosmetolog tayyorlaganlar. Sizlarga ochib ko'rsataman. Qaranglar, qanaqa chiroyli boks. Даже podarkaga bersalar ham вообще zo'r. Shunaqa bombochka vanna uchun bu ham tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan. Hech qanaqa allergiya bermaydi. Ko'pincha tug'ruqdan keyin va hijobda ro'mol o'raydigan ayol qizlarimizning sochi to'kiladi. Shuning uchun naturalniy sprey 20 martadan ortiq tabiiy giyohlardan tayyorlanadi. Buni soch ildiziga sepib qo'ysanglar, o'stiradi. Hidi ham zo'r ekan. Обязательно buni ishlatib ko'rib, sizlarga o'z o'zimni aytaman. Eng sibsiz shunaqa molachko yuzdagi lo'qki makiyajlarni o'chirib beradi. Undan tashqari yuzni namlantirib, еще oqartirib berar ekan. Обязательно ishlatib ko'raman. Ikkita shunaqa maska, bittasi oqartirib beradi, bittasi ajinga qarshi. Va самое главное, menga kerak bo'lgan narsa bu kiprik qosh uchun suvoritka. Bu ham tabiiy narsalardan tayyorlangan, ham o'stirib beradi, и qoraytirib ham berar ekan. Ishlatib ko'rib, sizlarga do'y postlisini qo'yaman.